Sizlar bilan qadrdek Alisher Y999 BM kanali va do'stlar, bugungi o'yinda biz sizlar bilan qadrdagidek Karpark o'yinini o'ynaymiz va bugungi mashinamiz bu BMW M4 Competition. Mana qo'ygan belgisi, qo'yga emblemalari har xil rangda va BMW yozuvi va hokazo. Keyin esa hozir biz food truck parkga keldik. Bu yerda juda ko'p narsalar sotilar ekan. Kelinglar shu yergacha BMWda boramiz. Endi asta yuramiz, orqaga ketdik. Mana bu yerga BMWni ketamiz va tushamiz hozir. Oho, bu yerda burger bor ekan, burgerlar sotilar ekan. Bu yerda esa nima yong'oqmi, tushmadim. Yozuvi ham yo'q ekan bu yerda. Mana bor ekan. Bu barbekyu menyu ekan. Barbekyu burgerlar sotiladi bu yerda. Solid burgers, yana oddiy burgerlar bor ekan va bu yerda hot dogs. Hot doglar bor ekan mana. Lekin hali savdo boshlanmabdi menimcha. Ha. Va hozir mana bu yerda hech narsa yo'q. Mana bu esa ochiq, lekin egasi yo'q. Hech qaysini egasi yo'q, lekin o'zi ochiq. Va mashinaga o'tirib ketsak ham bo'ladi do'stlar. Mana buni ko'rmay qoldik. Men prosto boya ko'rganimizdek xotdog, faqat egasi yo'q. Endi haydashni boshlaymiz. Qilmadim, lekin hozir sinab ko'ramiz qanday qilib drift qilsa bo'lar ekan. Bu yerga qaraymiz, mashina bu yerga. Aka hozirchalik mashina ko'nikmagan driftga. Lekin qilsa bo'lar ekan yaxshi drift. O'zini upravlat qilar ekan, o'zini yaxshi ushlar olar ekan. 2 marta avariyadan saqlab qoldi. Kruklardan qiynalar ekan, burilib ketaverar ekanda. Shuning uchun drift uncha bunda bo'lmas. O'zimizni M5imizda va CLS'da zo'r ketar edi. Qiyin ekan bo'ldi. Avvaliga qo'yamiz va ketamiz. Bu mashinani avval ham obmen orqali oluvdim. Obmen orqali beriluvdi. Mana 1663 ga yetmay klass T6 2175 ga 3500. Dragni yoqib ko'ramiz. 100 dan 200 ga chiqyapti. Ulgurdik. 100 dan 200. Endi ko'ramiz. Dragi sbros berib yuboribdi. 100 ga chiqib 100 dan 200 ga o'tamiz. Ulgurmadik, 200 ga salgina qoladi, yo'l bor edi. Lekin o'zim qila olmadim. 60 gacha o'xshab sekund. Endi 100 dan 200 gacha 4-skarsgacha chiqishimiz kerak. Yo'q, yana sal qo'rqinchliroq bo'lyapti.
Keyin mana bu tabiatga kiramiz, mana bu to'g'ridagi. O'xshadi 200. Mashina ham o'xshadi o'ziga qachog'ilari. Endi ko'ramiz dragini. Shu 200 ga chiqqan payti negadir sbros berilyapti, format berib qo'yapti o'ziga. Va bunda endi M5 ni olaman. Shu joydan chiqib ketamiz va M5 yoki boshqa mashinamizni olib, unda o'ynaymiz. Bu yerda bizda mana bunaqa bu ranglisi. Mana 1695. Mana TLS yaxshi holatda emas. Sal kir bo'lgan va M5 ni olsak bo'ladi. M5 hozirchalik yaxshi bo'lgan va mo'ljallangan chiqqan. Servisni ham inshaalloh va o'yinga kirib olamiz. Ketdik. Baribir ham endi zo'r bizga. Nima bo'ldi? Hech kim o'ynamayaptimi deyman hozir. Hamma serverda hech kim yo'q. Afrikaga hozir kiramiz. Lekin men boshqa telefondan o'ynasam, unda car parking Happy Modda o'tkazilgan va unda juda ko'p kishi o'ynaydi. 20 kishi kirib olaveradi hamma serverga. Lekin bu original car parkingga endi kiryapman. Bitta ham odam yo'q ekan. Nima tushunarsiz? Mana chiqarib yubordi serverdan. Afrika молодец. Afrikada bugun bor ekan. Avara bo'lish yoqmay qoldi-da. Ya. Mashinalarga nimalar bo'lyapti? Ya. Qo'llarni yoqib qo'yamiz va mashinadan tushamiz. Afrika ham kuchayibdi. 1695 BMW M5 olmosh, mana bunaqa bor ekan. Nima bo'lsa ham Rich
926 bo'yicha Tuningni qishloqda qilyapti. Undan bo'lmaydi tuning. Juda xunuk tuning. Bu tuning umuman to'g'ri kelmaydi bizga, chunki bu qishloqlarning tuningi. Короче, bugungi o'yin uncha bo'lmadi do'stlar va keyingi o'yinni qiziqroq bo'ladi deb umid qilaman. O'zga poyga o'ynab ko'ramizmi? Davay. Oxirgi o'yin. Oxirgi vaqtlar uni yutsak bo'ldi. Yutdik. Poygada o'zimiz qatori BMW bizdan yutqazdi, chunki bu Asko legenda. Stop. Yutdim-ku, nega bunday qildi? Shuni hozir hammasi joyida turibdi. Birinchi keldi. O'yin qo'yaptimi yo'q? Endi ham oldindaman va endicha. Endi ham birinchi keldim. Endi yutdim. Nima bo'lsa ham do'stlar, bugungi o'yinni yakunlaymiz. Sizlar bilan Alisher kanali edi va bugungi o'yinni nomini parkka kirdik va hammaga xayr ishlar, sog' salomat bo'ling.